Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Mana navbatdagi obyektimizga kelib barcha eshik romlarini o'rnatib berdik. Materialimiz G306 mok asfalt rangda bo'lgan. Romlarimiz oynalari 2 qavatdan, eshiklarimizga kalyonli qalin oynadan bo'lgan. Eshiklarimiz barchasi balkon qalin profilda yasalgan. Adishir platinum zamurishkalarni o'rnatib berganmiz. 5 yilgacha kafolati mavjud. Eshiklarimizni ochilib yopish juda zo'r chiqdi. Bitta barmoqda yopiladigan bo'lgan. Ko'rib baho berasizlar. Eshik romlarimiz barchasiga yog'li qalin rezinkalarni o'rnatib berganmiz. Romlarimiz ruchkalari premium klass ruchkalarni o'rnatganmiz. Ishimiz juda chiroyli chiqdi. Xizmatlarimizni aloqaga chiqib olasizlar. Ishlaringizni chiroyli qilib bitirib beramiz.